Yazıncan neçme keveslerdi ona? Bu yıl 30 ma kevesi yerdim. Neçe yıl oldu kevesi oldu ola? Kevesi oldu 15 yıl oldu. Bu yıl acaba ma nonda sortudaki çıkım deyip kapsın ya? Bu sortuna bu bizning kentidin tanış bilishlar terip gönbellerdiga qolganda önümde sel yaxshiroq chiqqan ekan birlik maslahati. Men shuni terg'anna kevazning bo'lgan amaliy ahvolini ko'rib, mush yigitni men bu tepaqay degan qarorga keldim. Jangaldagi qum yaldim bo'larkanmi? Bo'lgan u qumni qum demayotgan, zayd demayotgan, tuproq tanlamayotgan, noat yaxshi o'tgan. Şunu bu yıl tanlab, nonda sortudaki çıkım terden şunama 30 ma yaganmiz. 30 ma yag terdim. Qo'shni kentda bir aylarni 40 ma yag tavsiya qildim. Ha, bo'libdi. Ma ya hozir kichik. Hamda ma Yasinjonniki boshqa yalimi doning keyin bor jangaldi. Agar borilsak yo'lbek chiroqlab qoldi. Ha, shu qumya bo'lsa-mi, ikkinya bo'lsa-mi tuproq tanlamayotgan bir yigitning birisi bu. Bir moyadın 4 kilo etmey qap qalsa kevas. Qanday qildi shirkat? Şirketimiz öz üstümüzde alınız. Ha. Ondan başqa mush nonda sortudagi chigitni setmagan do'stlarga kat payatli var şirkatda. 1 tonna chigit setib olsanglar, 4000 ga qimmatdagi to'klik motor ishki shaqlaq. Ha. 500 kilo chigit setib olsanglar, kirolg'o, kuntiyo, kuntiyo yozish ishlatmas bizlar. Ada so'g'atlaq. 100 kilo chigit setib olsanglar, do'rtish mashinasining birisi. 10 kilo chigit setib olsanglarmi, mana shu temir troshqa ishlatgan deganday, santong deymiz. Ashunda materialni so'g'atliq payat o'rlashadi. Haqsiz. Dükkanın orna yakınday qarşı iza yo'l chiqish bekitniki yeniga joylashgan. O şu Yizigilik Fen Texnik Taraqqiyot Cheklik şirketi. Aloqalashish telefon nomerimiz 155 998 417 25. Ha, shu kevaz taraf qanday chigitni salsam bo'la, yarın usul chiqmay, zan tatdim, unda qildim deb boshqa aytganlar. Ham shu nonda sortidagi chigitni deb ishlasam bo'ladi. Kat payatir va najilnaq turab 100 kilo, 5 kiloni kevaz setib, o'slag'alni ko'ribmi Yasinjonman? Şunu bu yıl müştekini taldı madashtaydi. Biz naqmaydan diye bir gap o'tib qolmadik, shunday yo'qmi? Shundaqa. Naqmaydan o'zining ta'siratini davatida. Shuni kevaz terishni o'lchayotgan yoki chigit olmagan do'stlar, darhol fursatni foydalanib, chigitning faoliyatin bor deb qo'ydik, foydalanib qolmasliklar. Yana bir shirkatning har xil chigit sortlari bor ekan, bu yani jiqdi az demakka etizbishlar uchun a'lo mulozimat qilgan. Kevaz önüp ta ki yığılışıkça teknik mülazimatını haksız temin etken. Ne vardı bu işte kişi yaklap kalsın. Özümüz gelip ben bizde teknikini özümüz kıpırımız. İşte bak. Andas paylaşıp kalma.